Assalamualaikum muhaciratdagi barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. 2009 ayning 5-yilki vakaniki mana isbesdagi 9-yil bo'lib qoldi. Shu kunlarning o'zida, ya'ni mush soatning o'zida biz naq maydonning o'zida. Asli vaqaning kelib chiqishi ya'ni Guangdong'ningki Shaoguanda bo'lgan, ya'ni ishkirga yo'kab akirib ketgan qizlarningki fabrikadagi Xitoyning sho'ri o'yinchiq zavodidagi naq qatlamidan kelib chiqqan. Kelib chiqishning sababi bu Guangdong vaqasi bo'lgan vaqtning o'zida men Zhejiangning Hangzhoudan biz butun internetlardan, uningdan boshqa Xitoyning sotsial medialardan bu jarayonlarning hammasini to'liq ko'rdik. Ham Xitoylarningki og'zidan angladik. Ondan keyin biz Urumchi qaytib kelgandan keyin izchil turda internetlarda 7-oyning 5-kuni xalq maydonida to'planamiz, namoyish qilamiz degandek uchurlar avtomatik o'zi chiqdi ekranlarda. Kompyuterni shunday ochgan zaman ekranda o'zi avtomatik chiqdi. Virusga o'xshash taqilgan bu. Vaqaning kelib chiqishi 7-oyning 5-kuni vaqaning kelib chiqishi 7-oyning 5-kuni 14-o'rta maktabdagi bir o'qituvchiningki dastlabda tashkillashi bilan 200-300 o'quvchilarning barobarligida xalq maydonida tinch o'tirgan bir namoyish shaklida bo'ldi. Ammo undan keyin shaharlik Guangzhoudan Qodir Jujang deydigan, Olim Xintar deydiganlar bular bütün askar soqchilarni atrofga to'plab o'quvchilarni urush, undan keyin qistash bilan shu janubiy qo'q tarafga, undan keyin shu Dönkövrük tarafga, ya'ni Uyg'urlar ko'p, ya'ni yakshanlikun bo'lganligi uchun to'plamning ichiga ittirishga boshladi. Ya'ni namoyishning boshidagi tashkillanish jarayonidan odamlarni, o'quvchi bolalarni shu vaqtning o'zida janubiy qo'qdan o'tkazib Sanshixonga ittirishdagi maqsadmi qalaymaqonchilikni keltirib chiqarish. Bu yerda o'quvchilarning so'ragan savoli faqatlam Nurbakli bizga chiqib javob bersin, bu voqeani qanday bir taraf qildi degan tinch namoyish shaklida bo'lgan. Ondan keyin namoyishchilarning to'pi nanmin deymiz, ya'ni mush janubiy qo'qqa kelgan vaqtning o'zida aslida har tarafdan qo'rshovga ep bo'lgan bular. Atdegan soat 8dan boshlab hamma asosan puxroch kiyingan askarlar, soqchilar bilan to'shib ketgan to'liq qo'rshovga ep bo'lgan. O'quvchilarmi undan keyin kelgan maydonga. Ya'ni shu vaqtning o'zidagi voqeaning jarayonini qaraydigan bo'lsak, hukumatdagilarmi biladi bu ishlarning qanday bo'lganligini. Namoyishchilarning to'pini janubiy qo'qdan Sanshixonga ittirish, ya'ni o tarafga yo'nlantirish orqali begunoh qirg'inchilikningki kelib chiqishiga hisobda shu vaqtdagi Wang Luochanningki buning tutgan pozitsiyasi, hukumatning tutgan pozitsiyasi sabab bo'ldi. Ikkinchisi urib chiqish. Bu namoyishlik urib chiqishlar qanday bo'ldi desak, namoyishlik urib chiqishlar biz shu kuni butun ko'gunimiz askar qiyofatli, ya'ni ustidagi kiyimlari puxroch kiyim, lekin yurish turishi, choch pasoni, qadam elishlari hammasi to'liq askar. Bu xildagi odamlar kichik minibuslarda akilib toshlarni, kaltaklarni Sanshixonga, ishkim doktorxonaning oldiga, Janubiy tinchlik yo'liga, Ayastallar bozorining qarshi tarafiga oshlar akab to'kdi. Bu toshni akab to'kkan odamlarning o'zimi Uyg'ur emas. Ammo Uyg'urcha so'zlaydi. Maxsus tarbiyalangan odamlar. Urib chiqishni oshlar boshchamlik qildi. Toshni akilib to'kkandan keyin ura chaqa ota deb toshlarni etishga boshladi. Ondan keyin bu o'quvchilar Sanshixonga kelib bo'lgandan keyin bozor shu kuni yakshanba kun bo'lganligi uchun bozorga chiqqan bozorchilar to'pning ichidan chiqolmay, qo'rshovlar ichidan bo'sib chiqolmagandan keyin majbur to'plamning ichiga qo'shilib ketdi namoyishchilar safiga. Shuning aslidagi namoyishdagi bu 200-300 ning oldi keynidagi odam biroqlam bozordagi masalan shu tijoratchi, yoymichi, do'konchi, bir narsa og'ili sotqil kelganlarning hammasi majbur to'pga qo'shilib ketib
Biroqlar mayliqi kuchli bir namoyish to'piga aylanib ketdi. Bu yerda urib chiqishning kelib chiqish sababi mi? Ikkinchisi tinch namoyish qilayotgan o'quvchilarning zitiga tegib, hukumat tarafdan zitiga tegdi. Ya'ni askarlar, soqchilar eng oldida bir qizg'alni tortib chiqib to'plamning ichida nihoyat qattiq uribdi. Balkim o'lgan bo'lishi mumkin. Ondan keyin boshqalarni to'pdan ayrilib qolganlarni maxsus yeshikka kelibdi bular. To'nglatqining eshikka o'xshash eshik. Askar mashinada eshikni ochdi, odamlarni qatlab eshikni ichiga sepib ketdi. Bu ko'rinishni ko'rgandan keyin ko'chadagi vaka tug'a odamlarmi g'azabi qaynab to'pning ichiga qo'shilib ketdi. Quloq nima chiqsa elib urib chiqishga boshladi. Undan keyin Xitoyniki o'zini o'rinlashtirishi bilan puxrach kiyingan askarlar kaltak, to'qmoq, tosh bir narsani akab to'kib bergandan keyin o't ustiga yog' chechib urib chiqish shuni bilan boshlanib ketdi bu yerda. Namoyish qatnashgan asli odam soni 300 atrofida. Ammo ya abay deganimizdek yakshanba kun bo'lganligi uchun bu to'pqa bozorga elish berishga chiqqan, do'kon ochqil chiqqan, yoymichilikqa chiqqan xalq to'pi to'pning ichidan chiqolmaganligi uchun majbur qo'shilib ketib, namoyishlarning soni mingdan oshib ketdi. Necha ming berib ketdi. Undan keyin nihoyat tizlam hamma yer tarqab ketdi. Asli xalq maydonida bo'lgan namoyish Urumchining hamma bulung pushqoqlardan tortib tarqab ketdi. Ya'ni tarqaq holatda. Masalan, Sanshxonda bo'layotdi, Do'nkovrikda bo'layotdi, Otbeg maydoni bo'layotdi, Rahatbog' tarafda bo'layotdi. Nada Uyg'ur bo'lsa, Uyg'ur to'plam bo'lsa, shu yerning o'zida nihoyat tez surat bilan urib chiqish boshlanib ketdi. Buningki manbasi qanday desangiz, biz shu vaqtda ko'zimiz bilan ko'rganimiz kichik bir minibus mashinada bir xaltada toshni akilib Otbeg maydoniga qarshiligi Tong-Tong avtomobil deganning oldiga toshni akab to'kib qo'yganlarning o'zi askarlar to'kib qo'ydi. Bular toshni to'kib qo'ygandan keyin puxroch kiyingan. Toshni to'kib qo'ygandan keyin hammasini chosh pasoni o'xshash, bularning yurish turishi o'xshash, qadam ilishlari o'xshash. Ikkinchisiga belida bel so'mkasi bor. So'mkaning ichida apparat bor ekan, birisiga ko'zi bor ekan. Bizning ko'rganimiz. Buni san'at yurtininki, shu vaqtning o'zida san'at yurtininki omonlik saqlag'uvchisi bizni ko'rib ukam mallarning hammasi askarlar bular planlab qo'yadi, maishlarni bu ishning oxir vaqtni ig'ir yo'qotish bo'ldi. Atrofdagi askartish bo'lib qo'yinglar degan. Chunki bu kelganlarning hammasi askar mallar, puxroch kiyingan bo'ylarda. Ashlar kelib o'zi, ura ota chaqa deb, hatto mashinadan ikki boshqada benzinni tushirganlarmi ashlar. Mashinaga o't qo'ygan benzinni tushirganlarmi askarlar. Biz buni ko'zimiz bilan ko'rdik. Ondan keyin vaqaning bir taraf qilinishi bo'lsa, aslida vaqaning bir taraf qilinish shakli tubdan xato. Amaliyotda ularning maqsadi shuga, o'quvchilar tinch holatda namoyish qilgandan keyin u yerdagi masalan shu vaqtdagi vatandagi Xitoylarning fikri bo'lsin, Uyg'urlarning fikri bo'lsin, namoyish qiluvchilarning fikri bo'lsin, hammasi Nurbakri chiqsin, bizga to'g'ri javobini bersin. Bu odamlarni o'tadi Guangzhouda buning javobini qanday qildi, qanday bir taraf qildi, shuning javobini bersin dedi. Ammo uni aksicha bo'lib qoldi. Urush chiqishga aylanib ketdi. Vaqani bir taraf qilishi oqidan ondan keyin rasmiy qonli qirg'inga aylanib ketdi. Ikkinchi bir tarafdan shu kun ertaganda biz uydan chiqib ko'rgan yana bir narsa, biz shahar sirtiga chiqqan qaytish vaqtimizda shu Qozoq mahallasining üst tarafini qaytgan. Qozoq mahallasining üst tarafini qaytgan vaqtda tex soat biz 8:30-9 vaqtda. Shu vaqtning o'zida ashaga puxroch kiyingan necha ming askar tayyor bo'lib qopti. Bütün askarlarning hammasi Ixlosninki, qabristonlik yanidagi Ixlosninki zavodning orqa tarafidagi harbiy rayondan, undan keyin Mavo hozir Xishun deb qo'ydi. Mushoyliq Davandagi bütün Uyg'urlar to'plam o'ltiraqlashgan rayon tarafga yana bir askariy rayondan aşağıdan chiqdi askarlarning hammasi. Chiqqan vaqtda askarlarniki mashinada manga askarlarniki yarimi puxroch kiyingan, yarimi rasmiy askar qiyofat bilan. Undan keyin bular qanday qildi desangiz, kelib Uchtash bekat tarafdan, O'pka doktorxonasining oldidan, undan keyin yoshlar bog'chasining oldidan bütün yo'l o'g'izlarini askarlar atgandagi mashinaning o'zida rasmiy kaltaklarni tushirib taqat qildi askarlarning o'ziga. Ya'ni hamma narsa tayyor qilinib bo'lgan bunday deb aytganda. Bu 7-oyning 5-idagi bu namoyishda bizning xalqimizning maqsadi faqat Guangzhouda
begunoh o'lib ketgan odamlar uchun hukumatning qanday bir taraf qilganligiga javobga erishish, ammo buni oldidan bilib bo'lgan Xitoy hukumatining maqsadi buni bir qonliq qirg'inga aylantirish bu yerda. Ya'ni shu oqshom shuni ko'rdik, shuni yashadik. Biz shu kuni kechacha butun shahar ichidagi hammani ko'rdik. Ko'rgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi desangiz, masalan, Sanshixonda, Do'nkovrikda, ishki doktorxonaning oq tarafdagi ko'chalarda, andan keyin Rahatbog' tarafda asosan ko'zi ko'ringan oyoq tutgan odamlarni qirg'in qilishga boshladi. Shu kun saharda bizniki bir inimiz bordi, velosiped bilan bu bilan bir aylanib boqaman deb atiganlik soat 8:30 bo'lib ketdi, 6-chilar ketgan vaqtimizda balning ko'rganimiz shu. Bizning shu kun ko'rganimiz shu, o'liklarni bosgan mashinaning orqida qon chip qon yiqyotdi. Yo'llardagi reshatkalarni Uyg'ur tozalik ishchilari tozalayapti. Ashlar bir ko'zda yosh, qo'lida sürtkichlar bilan reshatkalardagi qonni yana Uyg'urlar surtdi shu kuni. Uyg'ur tozalik ishlarini ochiqib surtkizdi. Yo'llardagi qonni yuqori bosimli suv nasoslari tozaladi. Xitoy hukumatining shu kundagi ochiqlamasida o'lganlarning soni 200 necha dedi. Bunun için Xitoymi bor, Uyg'urmi bor dedi. Amaliyotda uningdan jiq. O'lganlarning soni uningdan jiq. Chunki bizniki o'z quloqimiz bilan anglag'inimiz, ko'zimiz bilan ko'rganimiz Davandagi o'ltiroq rayonlarning ustidagi askari rayonga akirib ketgan o'liklarning o'zida eng oxirgi bizning ko'rganimiznikida oyiqqa 723 degan nomer esiqlikdi. Bu o'likni akib berganmi bir Uyg'ur soqchi. Odam saram bo'lib qolmadi, uningdan boshqa hamma narsa bo'ldi. Ukam odamning putiga ishik akagandan keyin meni ichib kirdimidi, 723 deb nomer ostdi, muz sanduqining ichiga selib akirib ketdi dedi. Onundan başqa vaqani bastığa vaqtning o'zida bular oldida nayt planlab qilgan bo'lg'ashqa nada Uyg'ur mahallasi bor bo'lsa, shu yerning o'zida xuddi shu xalq maydonidagi namoyish bilan aqaqidillar. Nayt soat farq bor, 1 soat, 2 soat. U yerdan qochib chiqadiganlar chiqaldi, xalq maydonidan chiqarganlar chiqib, Uyg'urlar o'z tug'an yerlarga taqilib ketib, shu yerdagi to'plam bilan yana bir namoyishga qatnashib ketdi. Chiqamaganlarning hammasini asosan shu kuni tal to'kis qirvatdi yoki tutib ketdi. Biz aytgan soat 3:30 bil ko'rgan vaqtimizning o'zida hozirgi Dabazanın arka tarafdaki alayda saqchi deb qo'ydi xalqaro cho'ng bozorniki. Aşağı tarafdan o'liklarni dövlab qo'yganligini ko'rgan to'qchimlikning ichida. Onundan başqa Rahatbog' kirkitishda Rahatbog' Changloyan deb qo'ydi. Changloyan kirdigan yo'lning eg'izidimi o'liklarni boshqa mashinaning o'zidan o'liklarni üst-üstiga otib etibdi ekan. Qon rasmiy ko'krab oqqan mashinaning ustidan. Yanimdagi odam shu sababdan o'lib ketdi. Vaqan ko'rganligini to'xtamayliqi. Undan keyin aqlini yo'qotib qo'ygandek bo'lib qoldi. Shu sababdan tugab ketdi. Ondan başqa vaqa eng og'ir bo'lgan yerlar Rabiya Qodir So'l saroyining oldi keyingi ko'chalar. Baytulloh masjidining oldi, Ishkin doktorxonaning oldi. Aşağılarda bo'ldi, asosan u kunki urib chiqishda faqatlam Xitoylarning ba'zan mashinalari, saqchi mashinalari Uyg'urlar o'zinikiligi naq maydonda haqliq namoyishni haqsiz ahvolga aylantirib o'tgandan keyin urib chiqish bo'ldi. Ama o'lganlarchi desangiz 7-oyning 5-kundagi o'lganlarningki %90% Uyg'urlar o'lib ketdi. Andaki 7-oyninki 5-kun oqshimi dastlabda ilk butun shaharniki to'qni uzatdi. Hamma qop-qorong'ichilikdi. Do'nkovrikda ko'zimizga ko'rganimiz o'qning qa tarafdan kelgani kim otganligini bilgili bo'lmaydi. Odamlar pok tushyotdi yo'lning o'zida. Keyin
rahmatlik Mirza Talimniki manga deganda ukam qora deb bozorning ustida, xalqaro bozorning ustida. İttifoq teatrining ustida rasmiy qurolli merganlar bor ekan. Odamlarni nishonlab ketayotibdi ekan. Biz buni ko'rdik. Ondan boshqa vaqaninki bir taraf qilinish shakli abay degankidek bular hukumatning asli maqsadi bostirish bo'lganligi uchun buni tinchlik bilan bir taraf qilishni xohlasa tinchlik bilan bir taraf qila oladi. Chunki nima ish qilsangiz maydonga kelgan o'quvchilarning soni 200-300 ga bordi. Amaliyotda uning oldida 95-yili Maliya universitetining o'quvchilari bir qatam bir oylik universitetning o'zida bir o'quvchini vaqtida davolamaganligi uchun o'lib qolgan vaqtning o'zida o'quvchilar bir namoyish qilib xalq maydoniga kelgan vaqtning o'zida kap bo'g'ich avtobuslarga besib maktabiga olib borayotgandi. Acaba 7 oyning 5-kuni buni nima ish qilolmaydi? Qilimiz qildi. Chunki nima ish qilsangiz 300 ga yaqin o'quvchilar kelib xalq maydonida tinch o'ltirdi. Hatto teshidimi odamlarni kirgil qo'ymadi. Dastlabda. Dediki qarindoshlar teshidikilar, aralashmanglar, namoyish qalaymi qolishib ketmasin, biz tinch o'ltirib, tinch javobni olib qaytamiz degandi. Ammo bu yerda Xitoy hukumatı tinchlikni xohlamadi, bu yerda bir qonli qirg'inchilikni keltirib chiqarish bularning aslida tubdan maqsadi. Chunki nima ish qilsangiz, bu namoyish bo'lishdan 10 kun, 15 kun burun boshlab internetda kompyuteringizni ochgan zaman Kukuda yoki boshqa torbatlarga kirdiğiniz zaman avtomatik holda 7 ayning 5-kuni xalq maydon to'planamiz, 7 ayning 6-kuni Qashqar Etkad to'planib namoyish qilamiz degan avtomatik e'lon, laylimi e'lon chiqardi. Xitoyning hozirgidek u qadar pishiq tutayotgan tor soqchilari bor, yambir soqchilari bor, bu muhitni nima ish kontrol qilmaydi? Kontrol qilmas, kontrol qildi. Asli maqsad qonliq qirg'inchilar. Ondan boshqa 7 ayninki 6-kun, 5-kun oqshimi, 7 ayninki 5-kun oqshimi Nurbek televizorda so'zildi. 7 ayninki 6-kuni Vanlochan televizorda andikin Xitoy fuqarolariga chaqiriq qildi. Ya'ni Xitoy fuqarolariga chaqiriq qildi derken, o'nchi Qashqar qirg'inchilik qilgani amav demagan bilan, lekin kinoylik konuştu. Kinoylik so'zladi Uyg'urlarga. Sizlar urdinglar, chaqdinglar, odam o'tadinglar. Agar sizlarning soninglar manchilik ko'rimchida, agar bizninkilar chiqsa sizlar qanday qiladinglar deb Xitoy fuqarolarini kuchkatdi u yerda. 7 ayninki 6-kuni butun tut boshlanib ketdi. Oq ko'chalardan hamma yerdan odam tutyotdi, odamlarni etyotdi ko'z-ko'zga yetdi. Hatto 7 ayning 5-kuni emas, 7 ayning 6-kuni mu. Masalan, shu Rahatbog' tarafda asosan urib chiqish, etish 7 ayning 6-kuni qadar davomlashdi. 7 ayninki 7-kuni andaki Vanglochanning chaqiriqiga asosan butun Xitoylar ko'chiq to'kildi. Xitoylar ko'chiq to'kilgan vaqtning o'zida buning sapning oldida bo'lgan butun odamlarning hammasi askarlar puxroch kiyim bilan chiqadi ko'chaga. Bu kuni dunyoning har yeridan muxbirlar keldi. Muxbirlar kelgan vaqtning o'zida bularni ko'rdi. Asosan bu ko'chaga chiqqanlarning qo'lida palto, pichoq, to'qmoq, kaltak degandek hamma narsalar bor. 7 ayninki 7-kuni andikin ikkinchi bir qarshi hukumatniki Uyg'ur soqchilarniki yendiki qurolni oldi. 7 ayning 7-kuni Uyg'ur soqchilarining qo'ldagi qurolni oldi. Chunki nima ish qilsangiz shu yerda Uyg'urlarga ishonmadi. 7 ayning 7-kuni shuning bilan qonli qirg'inchilik ikkinchi qatim bo'ldi. Lyudavan tarafda, ya'ni Tiqquduq tarafda, Tibbiy universitetining oq tarafda, Shumigo tarafda asosan shu andaki hozir Yamanliq deb qo'ymiz. Chimashallo deydi, Xo'jazaning oq tarafidagi yo'lda. Bu yo'lning o'zida ko'rgan yerda Uyg'urlarni qo'g'lab o'ttirish, urush, Simnut Sovut tarafda bo'lib, asosan Avrazga tashlayotgan o'likning soni ham 200 nacha chiqdi Uyg'urlarniki. Buni ya hukumat tilg'anmadi, ya hech qanday bir media, hech qanday bir xabar tarqatish o'rinlari tilg'anmadi buni. Chunki nima ish qilsangiz Xitoyniki bu kuni Urumchidagi Uyg'urlarga bo'lgan ya'ni qonli qirg'inchilikning davomi ham Urumchidan tarqoqlashtirish maqsadiniki dastlabki qadamlari ham hozirgi vatandagi bo'layotgan 2019-yildan keyin
Bular tədrici basqışqa bölüb nurg'un planlarni ijro qildi. 2009 yil namoyishdan keyin birinchi qilaligini Reshatka rayonini amallashtirdi. Reshatka rayoni, ya'ni Uyg'urlar o'tiraqlashgan rayonlarni hamma yerda qapazning ichiga elish, Reshatkaning ichiga elish. Ikkinchisi, ondan keyin uchur aloqa vositalarini kontrol qilishni amallashtirdi. Üçüncüsü Ürümçi'den, G'o'ljidan, Bo'rtola, Cho'chaq, Qarmay, Shimaldagi vatanimizning shimol qismidagi nüfus yerlikda bo'lmagan, ammo kelib shu yerda tirikchilik qilayotgan, yashayotgan Uyg'urlarni yurtga qaytarishni amallashtiradi. Buni hammasi yana hozirgi mushu zulmga solingan zamin Xitoyniki 7-oyning 5-ki bu qonun qirg'inchiligi. Yani hozirgi mushu hozirgi zulmga hozirlagan bir zamini. To'rtinchisi 2009 yili Ürümchi qatlamidan keyin tutqun qilinganlarning odam soni bir tang 2012 yildan tortib 2016 yilgacha tutilganlarning soni hukumatniki o'ziniki to'liq statistikasida Abnum rayonluq hozirgi atalmış Abnum rayonluq yuqori sudniki askerdagi kotibi bo'lgan bir Xitoyniki deb berishicha 700 necha ming dedi. 2016 yili 2016 yilning o'zida 2016 yili yana Shinjon universitetining o'zida bir yig'inlashgan vaqtda yig'inda hozirgacha tutilgan odamlarning umumiy soni 700 necha ming. Bundan keyin texnik madaniyat inqilobi o'xshash bir holat kelib qilishimiz mumkin. Ham bundan keyin biz askida Şinjanğa dedi, hem de aşdan tili bo'yicha anlatyapman. Eskida biz bu yerga yangidan kelgan vaqtda o'qimishli odamlar oz bo'lganligi uchun biz bir qism Panturkis yoki Asqidagi shu Muhammad Buray, Isa Yusupov degan Mas'ud Sabri mushlarning ta'sirini olgan ya chet elda o'qib kelgan bir qism o'qimishli insonlarni ishlatishga majburdik. Shu sababdan ma'rifdagi sahnalarni bularga bergan. Bunun ziynini ağır tatdık, bundan keyin bunu ağır tazalash buldu. Ma'rif sohasida, hamma sohasida ağır tazalash buldu deb shu Xitoy degandi. Ondan keyin 2016 yildan 2017 yilgacha tutqunlarning soni zaten aniq. Yani hozirgacha umum tutqun qilingan odam soni kampda bo'lsin, jazo lagerida bo'lsin, 2016 yili, yani 2009 dan 2016 yilgacha umum tutilgan odam soni 700 necha ming. 700 necha ming 2016 yildan 2018 yilgacha tutqun odam soni 1 milliondan oshdi. Yani bu vatanniki, millatniki 2009 dan beri ta hozirgacha tutilib turmay solingan odami hukumatniki, yani Xitoy hukumatining o'ziniki statistika bo'yicha bo'lgan vaqtda 1 million 700 mingdan oshdi. Ammo bu aniq emas, yani. Aniq emas derken bularniki nurg'un yapgan ishlar bor, masalan Bingtuan'daki nüfusunu yerlikniki qo'shmaydi, Bingtuan'ning turmusini so'lganlarni yerlikning soniga qo'shmaydi. Bingtuan'da nurg'un Uyg'urlar bor. Ikkinchisi, turmuga so'langanlarning soni ayrim, kampga so'langanlarning soni ayrim. Jazo ilib rasmiy jazoga qamoqxonaga, jazo ilib rasmiy o'zgartish, emgak puli o'zgartish deb qo'ydi, majburiy o'zgartish deb. Jazo ilib jazo uylari ketganlarning soni ayrim. Faqat bundan degani hozirgacha tutilgan odam soni 700 necha ming dedi. Bu 700 necha ming odamlarning tutilishining sababi internetda bir narsani ko'rganlik, oilasi nuqtaliq nüfus bo'lganligi, birsiz bir atal rasm bir narsa yo'llab qo'yganligi, chet elda urug' tuqqanlar bo'lganligi, yoki bir o'g'li yoki qizi yoki bir nimasi chet elda o'qiyotganligi, chet elda turib qolganligi, yo chet el siyosiy faoliyatlarda qatnashganligi uchun. Onundan başqa ta hozirgi qilayotgan ishida madaniyat inqilobining oldidagi eski xotirni aytib bular madaniyat inqilobining oldida qalpoq kiydirgan odamlardan tortib jazolayotdi. Yani bularning soni necha? Şu yig'ib aytib kelsak, 7-oyning 5-kundagi bu qonli qirg'inchilik, 7-oyning 5-kundagi bu qonli qirg'inchilikning asli maqsadi
Bizniki milletimizning maqsadi bo'lsa 7-ay 6-ayning 26 kuni Guangdongda bo'lgan odam o'ldirish voqeasiningki asli mohiyati javobini olish hukumatdan. Xitoy hukumatining maqsadi bo'lsa buni bir qonli qirg'inchilikqa aylantirish. Chunki bu yerda nihoyatda aniq bir bog'lanish bor. 7-ayning 26 kundagi voqeaga javob bergisi bo'lsa, 7-ayning 5 kuni bu darajada og'ir qirg'inchilik bo'lmaydi bir. İkincisi 7-ayning 5 kundagi qirg'inchilikni keltirib chiqarishdan burun 7-ayning 26 kuni Guangzhou'dagi voqea bo'ldi, Shaogandagi voqea bo'lib, oqidan butun internetlarda namoyishga chaqiriq boshlanib ketdi. Demakki, Guangzhou'dagi bo'lgan voqeaning o'zini Xitoy hukumati o'zi planlab qo'ygan. Ya'ni oxirgi hisobda 7-ayning 5 kundagi 7-ayning 6-ayning 26 kundagi bu ikki qatimli qirg'inchilikning asli javobgori Xitoy hukumati. Erkinlik yo'lida suvdek oqdi bizning qinimiz. Sen uchun ey yurtimiz, fido bo'lsin jinimiz. Qon kechib hem jon berib, oxir bo'ldik ozodlik. Qalbimizda bor bo'lg'achqa e'tiqod imonimiz. Otlarning jonlari o'chmaydi tarix betidan. Nasli qoldi jangovar, biz uning avlodi biz. Chiqdi jon ham oqdi qon, bo'ldi yovdan el aman. Yoshi